Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Nogironlik pensiyasi oshgani bo'yicha avgust oyida amalda qancha pul qo'shildi, kim qancha olishi kerak? Hisob-kitob qanday qilinadi va qaysi holatlarda odamlar adashib qoladi? Bu ma'lumot nafaqat nogironlik pensiyasi olayotgan fuqarolar uchun, balki ularning farzandlari, ota-onasi, vasiylari va yaqinlari uchun ham juda muhim. Chunki pensiya oshdi degan xabarni eshitish boshqa, qo'lga tushadigan pulni to'g'ri hisoblash boshqa masala. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki men oddiy foizni aytib qo'ymayman, balki real hayotdagi misollardan birinchi, ikkinchi va uchinchi guruh nogironligi bo'yicha eng kam miqdorlar qo'shimcha to'lovlar, eng kam miqdor bank kartaga tushadigan summa va ayrim ushlanmalar bo'yicha ham tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar har bir oilaga kerak bo'lib qolishi mumkin. Avvalo bitta narsani aniq qilib olaylik. Pensiya oshdi deganda hamma odamning pensiyasi bir xil summaga oshadi degani emas. Ko'pchilik aynan shu joyda xato qiladi. Kimdir menga 1000 so'm qo'shilishi kerak edi deydi. Yana kimdir qo'shnimga ko'proq qo'shilibdi, menga kamroq tushibdi deb xavotir oladi. Aslida nogironlik pensiyasida hisob-kitob bir necha omilga bog'liq bo'ladi. Birinchi omil, sizning pensiyangiz oshirilishidan oldin qancha bo'lgan? Ikkinchi omil, siz mehnat staji asosida pensiya olyapsizmi yoki ijtimoiy nafaqa turidagi to'lov olyapsizmi? Uchinchi omil, nogironlik guruhi qaysi? Birinchi guruhmi, ikkinchi guruhmi yoki uchinchi guruhmi? To'rtinchi omil, sizda ustama, parvarish puli, kompensatsiya, aliment, qarzdorlik yoki boshqa ushlanma bormi? Beshinchi omil esa ayrim to'lovlar bir oy ichida alohida tushishi mumkin. Shuning uchun odam bank kartasiga qarab darrov xulosa qilmasligi kerak. Oldin qanday edi? Masalan, iyul oyida fuqaro 1.200.000 so'm nogironlik pensiyasi olgan bo'lsa, avgustdagi oshirish foiz hisobida qo'llansa, avvalgi summa asos qilib olinadi. Agar oshirish 10% qilib bo'lsa, 1.200.000 so'mning 10% 120.000 so'm bo'ladi. Demak, yangi miqdor 1.320.000 so'm bo'ladi. Agar oshirish 25% bo'lsa, 1.100.000 so'm qo'shiladi va yangi miqdor 1.300.000 so'm bo'ladi. Bu yerda eng muhim qoida shuki, oshgan summa odamning qo'lidagi eski pensiyasiga qarab hisoblanadi. Hamma uchun bir xil qat'iy raqam emas. Avgust oyida pensiyalar qayta hisoblanganda ko'pchilikning asosiy pensiya miqdori oshadi. Bunda pensiya jamg'armasi yoki mas'ul tashkilotlar sizdan alohida ariza talab qilmasdan odatda avtomatik qayta hisob-kitob qiladi. Lekin avtomatik hisoblash bo'ldi degani har bir inson befarq bo'lib o'tirishi kerak degani emas. Chunki hujjatda xato bo'lishi, bankdagi to'lov kechikishi, nogironlik muddati tugagan bo'lishi yoki qo'shimcha to'lov alohida ko'rinmay qolishi mumkin. Endi eng muhim savolga o'tamiz. Avgustda qancha qo'shildi? Men sizga formulani oddiy qilib tushuntiraman. Eski pensiya miqdorini olasiz. Oshirish foiziga ko'paytirasiz, keyin yodga bo'lasiz. Chiqqan natija qo'shilgan pul bo'ladi. Keyin shu qo'shilgan pulni eski pensiyaga qo'shasiz. Mana shu yangi pensiya miqdori bo'ladi. Masalan, fuqaro iyul oyida 900.000 so'm nogironlik pensiyasi olgan. Agar oshirish 10% bo'lsa, 900.000ning 10% 90.000 so'm. Avgustdan yangi summa 90.000 so'm bo'ladi. Agar oshirish 15% bo'lsa, 1.35.000 so'm qo'shiladi va yangi summa 1.35.000 so'm bo'ladi. Ko'ryapsizmi? 900.000 olgan odam bilan 1.500.000 olgan odamga qo'shiladigan pul bir xil bo'lmaydi. Yana bir misol olaylik. Ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan fuqaro oldin 1.400.000 so'm olgan deylik. 10% oshirishda unga 1.700.000 so'm qo'shiladi. Yangi pensiyasi 1.500.000 so'm bo'ladi. 25% oshirishda esa 2.10.000 so'm qo'shiladi. Yangi summa 1.610.000 so'm bo'ladi. Shuning uchun menga nega faqat 1.400.000 qo'shildi deb darrov norozi bo'lishdan oldin avval o'z eski pensiyangizni va rasmiy oshirish foizini tekshirib oling. Birinchi guruh nogironligi bo'lgan fuqarolarda ko'pincha qo'shimcha parvarish bilan bog'liq to'lovlar ham bo'lishi mumkin. Masalan, fuqaro asosiy pensiya sifatida 1.800.000 so'm olayotgan bo'lsa, ustiga parvarish yoki boshqa qo'shimcha to'lovlar qo'shilgan bo'lishi mumkin. Bu yerda hamma narsa bir qopga solinib hisoblanmaydi. Ba'zi to'lovlar asosiy pensiya bilan birga oshadi. Ba'zilar esa alohida tartibda belgilanadi. Shuning uchun bank kartaga tushgan umumiy pulni ko'rib, hammasi oshishi kerak edi deyish to'g'ri emas, to'g'ri yo'l.
pensiya bo'limidan yoki elektron xizmatdan aynan asosiy pensiya miqdori, ustama miqdori va boshqa to'lovlar alohida ko'rsatilgan ma'lumotni olish. Endi 3-guruh nogironligi bo'yicha misol qilamiz. Aytaylik, fuqaro oldin 750 ming so'm olgan. 10% oshsa 25 ming so'm qo'shiladi. Yangi summa 825 ming so'm bo'ladi. 15% oshsa 12500 so'm qo'shiladi. Amaliyotda to'lovlar yaxlitlanishi mumkin. Shuning uchun kartaga 862 ming yoki shunga yaqin summa tushishi ehtimoli bor. Bu holatda ham odam nega aniq tiyinigacha boshqa chiqdi deb xavotir qilmasdan hisob varaqani tekshirishi kerak. Kimlar xavotir olishi kerak? Birinchidan, avgust oyida pensiyasi umuman oshmagan odamlar albatta tekshirishi kerak. Agar iyuldagi summa bilan avgustdagi summasi bir xil bo'lsa, buning sababi bo'lishi mumkin. Nogironlik muddati tugagan bo'lishi mumkin. Bank to'lov kechikkan bo'lishi mumkin. Qayta hisoblash hali yakunlanmagan bo'lishi mumkin yoki hujjatlarda muammo bor bo'lishi mumkin. Buni taxmin bilan emas, rasmiy ma'lumot bilan aniqlash kerak. Ikkinchidan, pensiyasi kamayib tushgan odamlar ham albatta tekshirish kerak. Ba'zan odam pensiya oshdi deb kutadi, lekin kartaga kamroq pul tushadi. Buning sababi aliment ushlanmasi, kredit bo'yicha undiruv, sud qarori, ortiqcha to'langan oldingi summani qaytarish yoki bankdagi boshqa texnik masala bo'lishi mumkin. Demak, pensiya oshgani bilan qo'lga tushadigan sof summa ayrim holatlarda kamroq ko'rinishi mumkin. Bu pensiya oshmagan degani emas, balki ushlanma borligini anglatishi mumkin. Uchinchidan, nogironlik guruhi yaqinda o'zgargan odamlar ehtiyot bo'lishi kerak. Masalan, fuqaro oldin 2-guruh bo'lgan, keyin 3-guruhga o'tkazilgan bo'lsa, pensiya miqdori ham o'zgarishi mumkin. Aksincha, 3-guruhdan 2-guruhga o'tilgan bo'lsa, qayta hisoblash boshqa tartibda bo'ladi. Bunday vaziyatlarda avgustdagi umumiy oshirish bilan tibbiy mehnat ekspert komissiyasi qarori natijasidagi o'zgarishni bir-biridan ajratish kerak. Kimlar ko'p xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning nogironlik muddati amal qilayotgan bo'lsa, pensiyangiz har oy muntazam tushayotgan bo'lsa, avgustda eski summadan ko'proq pul tushgan bo'lsa va bankda ushlanma bo'lmasa, katta ehtimol bilan hisob-kitob avtomatik bajarilgan. Lekin baribir bir marta tekshirib qo'yish foydali. Chunki 20 ming, 30 ming yoki 50 ming so'mlik farq ham bir yil davomida sezilarli pulga aylanadi. Real hayotdagi yana bir vaziyatni olaylik. Ona 1-guruh nogironligi bo'lgan farzandiga qaraydi. To'lovlar bolaning nomiga yoki vasiyning kartasiga tushadi. Avgustda summa oshadi, lekin ona faqat bitta to'lov tushdi. Ikkinchisi qani deb o'ylaydi. Ba'zan asosiy to'lov bir kunda, qo'shimcha to'lov boshqa kunda tushishi mumkin. Shuning uchun bir kunlik SMS xabar asosida xulosa qilmaslik kerak. Bank ilovasidan oy bo'yicha barcha kirimlarni ko'rish, keyin pensiya jamg'armasi ma'lumotlari bilan solishtirish kerak. Yana bir misol, pensioner 20 million so'm olayotgan edi. Oshirishdan keyin taxminan 20 million 200 ming so'm bo'lishi kerak deb hisoblaydi. Lekin kartaga 20 million 600 ming so'm tushadi. Bu yerda 20 ming so'm farq bor. Sababi nima bo'lishi mumkin? Birinchi sabab, oshirish foizini noto'g'ri olgan bo'lishi mumkin. Ikkinchi sabab, eski pensiyaning hammasi oshiriladigan baza bo'lmagan bo'lishi mumkin. Uchinchi sabab, ushlanma bo'lishi mumkin. Oyning bir qismi uchun qayta hisoblangan bo'lishi mumkin. Demak, masalani hissiyot bilan emas, hujjat bilan hal qilish kerak. Endi istisnolar va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat. Pensiya oshirilganda hamma qo'shimcha to'lovlar avtomatik bir xil foizga oshmasligi mumkin. Masalan, asosiy pensiya boshqa, kompensatsiya to'lovi boshqa, parvarish puli boshqa, nafaqa boshqa bo'lishi mumkin. Fuqaro esa kartaga tushgan umumiy summani bitta pensiya deb qabul qiladi. Natijada hisob-kitobda chalkashlik paydo bo'ladi. Ikkinchi nozik jihat, eng kam pensiya va eng kam nafaqa miqdorlari alohida belgilanadi. Agar fuqaroning hisoblangan pensiyasi juda past bo'lsa, davlat uni belgilangan eng kam miqdordan past qilib bermasligi mumkin. Bunday holatda oshirish oddiy foizdan ko'ra boshqacha ko'rinadi. Masalan, odamning ish staji kam. Hisoblangan pensiyasi 600 ming so'm chiqadi, lekin amaldagi eng kam miqdor yuqoriroq bo'lgani uchun unga minimal kafolat asosida ko'proq to'lanadi. Avgustdagi oshirishda ham aynan shu minimal kafolat yangilangan bo'lsa, odamga qo'shiladigan pul foiz hisobidan emas, yangi minimal miqdorga yetkazish hisobidan chiqishi mumkin. Uchinchi nozik jihat, nogironlik pensiyasi bilan nogironlik nafaqasi bir xil narsa emas. Pensiya odatda mehnat staji
sug'urta badallari va ish faoliyati bilan bog'liq bo'ladi. Nafaqa esa staj yetarli bo'lmagan yoki boshqa ijtimoiy mezonlar asosida tayinlanishi mumkin. Odamlar ko'pincha ikkalasini ham pensiya deb ataydi. Lekin rasmiy hisob-kitobda bu farq juda muhim. Agar siz pensiya olayotgan bo'lsangiz, bir tartib bo'lishi mumkin. Agar nafaqa olayotgan bo'lsangiz, boshqa miqdor va boshqa formula bo'lishi mumkin. 4-nozik shart nogironlik muddati. Ba'zi fuqarolarda nogironlik muddatsiz belgilanadi. Ba'zilarda esa ma'lum muddatga. Agar muddat avgust oldidan yoki avgust oyida tugagan bo'lsa, to'lov to'xtashi yoki vaqtincha ushlanib qolishi mumkin. Bu pensiya oshmadi degani emas. Bu nogironlik maqom bo'yicha hujjat yangilanishi kerak degani bo'lishi mumkin. Shuning uchun tibbiy mehnat ekspert komissiyasi xulosasining amal qilish muddatini albatta tekshirish kerak. 5-nozik jihat. Qayta hisoblash va to'lov sanasi bir xil kun bo'lmasligi mumkin. Rasmiy qaror avgustdan kuchga kirsa ham, bankka pul tushish sanasi hudud, bank texnik jarayon va to'lov jadvalga qarab farq qilishi mumkin. Kimdadir oyning boshida tushadi, kimdadir o'rtasida, kimdadir bir necha bo'lakda tushadi. Ayniqsa, qayta hisoblangan farq keyinroq alohida o'tkazilishi mumkin. Shuning uchun oyning oxirigacha barcha kirimlarni ko'rmasdan yakuniy xulosa qilish erta bo'ladi. 6-nozik jihat ortiqcha to'lovni qaytarish. Ba'zan avvalgi oylarda fuqaroga ortiqcha pul to'langan bo'lishi mumkin. Bu hujjat kech angillangani, guruh o'zgargani yoki ma'lumotlar bazasidagi kechikish sababli yuz beradi. Keyingi oylarda shu ortiqcha summa qisman ushlab qolinadi. Odam esa pensiyam oshishi kerak edi, lekin kam tushdi deydi. Aslida asosiy pensiya oshgan bo'lishi mumkin, lekin ushlanma sabab sof tushum kamaygan ko'rinadi. 7-nozik jihat. Bank kartadagi SMS har doim to'liq izoh bermaydi. SMSda faqat kirim summasi ko'rinadi. U yerda asosiy pensiya shuncha, ustama shuncha, ushlanma shuncha deb yozilmasligi mumkin. Shuning uchun SMSga qarab yakuniy hukm chiqarish noto'g'ri. Agar shubha bo'lsa, bankdan hisob varaq ko'chirmasi oling yoki mobil ilovada kirimlar tarixini ko'ring. Keyin pensiya jamg'armasidan hisob-kitob ma'lumotini so'rang. 8-nozik jihat ishlayotgan nogironligi bo'lgan fuqarolar. Ba'zi odamlar nogironlik pensiyasi olib, shu bilan birga ishlaydi. Ishlashning pensiyaga ta'siri holatga qarab farq qilishi mumkin. Eng muhim narsa shuki, rasmiy ish daromad. Ijtimoiy to'lovlar va mehnat staji bo'yicha ma'lumotlar bazalarda to'g'ri aks etishi kerak. Agar ish beruvchi ma'lumotni noto'g'ri bergan bo'lsa yoki staj bo'yicha hujjat yetishmasa, kelajakdagi qayta hisob-kitoblarda farq chiqishi mumkin. 9-nozik jihat oilaviy vaziyat. Masalan, bir xonadonda 2 nafar nogironligi bo'lgan shaxs bo'lishi mumkin. Ikkalasiga tushadigan to'lovlar bir xil bo'lmasligi tabiiy. Chunki biri birinchi guruh, ikkinchisi 3-guruh bo'lishi mumkin. Biri mehnat staji bilan pensiya oladi, ikkinchisi ijtimoiy nafaqa oladi, biri ustama oladi, ikkinchisida ustama yo'q. Shuning uchun bir uyda turamiz. Nega bizga boshqa tushdi degan savolga javob har bir fuqaroning huquqiy holati alohida hisoblanadi. 10-nozik jihat hujjatlardagi ism, familiya, pasport, JSH, she'r, bank karta va ro'yxat ma'lumotlari. Juda oddiy ko'rgan xato ham to'lovni kechiktirishi mumkin. Masalan, fuqaro yangi pasport olgan, lekin pensiya organidagi ma'lumot yangilanmagan yoki bank kartasi muddati tugagan yoki karta boshqa bankka o'zgartirilgan, lekin ariza berilmagan. Bunday holatda pensiya hisoblangan bo'lishi mumkin, ammo to'lov tushmay turishi mumkin. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam, iyul oyida qancha pensiya olganingizni yozib oling. Buni bank ilovasidan, SMSlardan yoki bank ko'chirmasidan ko'rishingiz mumkin. Faqat taxmin bilan emas, aniq summa bilan ishlang. Ikkinchi qadam, avgust oyida tushgan barcha to'lovlarni alohida yozib chiqing. Birinchi kirim, ikkinchi kirim, qo'shimcha to'lov, kechikkan farq bo'lsa, hammasini alohida ko'ring. Ba'zan odam faqat bitta SMSni ko'radi, aslida keyin yana qo'shimcha pul tushgan bo'ladi. Uchinchi qadam, eski summa bilan yangi summani solishtiring. Agar rasmiy oshirish foizi ma'lum bo'lsa, formuladan foydalaning. Eski pensiya ko'paytiriladi oshirish foiziga, keyin 100 ga bo'linadi. Chiqqan natija qo'shilgan pul. Masalan, eski pensiya 1.300.000 so'm bo'lsa, 10% oshirish 1.30.000 so'm, 15% oshirish 1.95.000 so'm bo'ladi. Demak, siz o'zingiz uchun taxminiy yangi miqdorni ko'ra olasiz. 4-qadam, agar farq chiqsa, darrov janjal qilishga shoshilmang. Avval sababni aniqlang. Pensiya bo'limiga borganda menga pul kam tushdi deb umumiy gapirmang.
Aniq yozib boring, iyulda shuncha oldim, avgustda shuncha tushdi. Men hisoblaganda shuncha bo'lishi kerak edi. Iltimos asosiy pensiya ustama, ushlanma va qayta hisob kitobni alohida tushuntirib bering. Mana shunday aniq murojaat qilsangiz javob ham aniqroq bo'ladi. 5-qadam. Hujjatlarni tayyorlab boring. Sizga pasport yoki ID karta, JSA shir, pensiya daftarchasi yoki pensiya tayinlanganligi haqidagi ma'lumot, nogironlik bo'yicha tibbiy mehnat ekspert komissiyasi xulosasi, bank kartasi rekvizitlari, agar vasiy bo'lsa vasiylik hujjati kerak bo'lishi mumkin. Agar siz boshqa odam nomidan borsangiz, qarindoshlik yoki vakillik hujjatlari ham so'ralishi mumkin. 6-qadam, murojaatni yozma qiling. Og'zaki so'rash yaxshi, lekin yozma murojaat yanada kuchli. Murojaatda shunday mazmunda yozish mumkin: menga tayinlangan nogironlik pensiyasining avgust oyidan qayta hisoblangan miqdori, asosiy pensiya summasi, qo'shimcha to'lovlar, ushlanmalar va to'lov sanalari bo'yicha yozma ma'lumot berishingizni so'rayman. Bunday yozsangiz, ular sizga umumiy javob emas, hisob-kitob bo'yicha tushuntirish berish kerak bo'ladi. 7-qadam, elektron xizmatlardan foydalaning. Agar imkoningiz bo'lsa, my.gov.uz portali, pensiya jamg'armasi xizmatlari yoki tegishli davlat xizmatlari orqali ma'lumotlarni tekshirib ko'ring. Hamma ham internetdan foydalana olmaydi. Buni tushunaman. Bunday holatda farzand, nabira yoki ishonchli yaqinlardan yordam so'rang. Lekin shaxsiy parol, bank karta kodi va SMS kodlarini hech kimga bermang. 8-qadam, bankni ham tekshiring. Ba'zida masala pensiya organida emas, bankda bo'ladi. Karta muddati tugagan, hisob bloklangan, bank texnik ishlari bo'lgan yoki pul boshqa hisobga yo'naltirilgan bo'lishi mumkin. Bankdan oy bo'yicha hisob varaq ko'chirmasini oling. Shunda qaysi kuni qancha pul tushgani aniq ko'rinadi. 9-qadam, nogironlik muddati yaqinlashayotgan bo'lsa, oldindan harakat qiling. Komissiya xulosasi tugashiga bir necha kun qolganda emas, ancha oldin hujjatlarni tayyorlash kerak. Shifokor yo'llanmasi, tibbiy ko'riklar, tahlillar, eski xulosalar, ambulator karta va boshqa hujjatlar tartibli bo'lsa, to'lovda uzilish xavfi kamayadi. 10-qadam, agar javobdan qoniqmasangiz, yuqori turuvchi tashkilotga murojaat qiling. Avval tuman yoki shahar pensiya bo'limi, keyin viloyat darajasi, zarur bo'lsa tegishli vazirlik yoki ishonch telefoni orqali murojaat qilish mumkin. Murojaatda hissiyotdan ko'ra fakt muhim. Sanalar, summalar, hujjatlar, bank ko'chirmasi, avvalgi va yangi to'lov miqdori. Men yana bir muhim maslahat beraman. Har oy pensiya tushgan kunni, summani va agar qo'shimcha to'lov bo'lsa, uni alohida daftar yoki telefonga yozib boring. Bu oddiy odat keyin katta muammoni hal qiladi. Chunki sizda aniq tarix bo'ladi. Qachon qancha tushgan, qachondan kamaygan, qachon oshgan, qaysi oyda farq chiqqan, bularning hammasi isbot sifatida kerak bo'ladi. Yana bir amaliy misol. Fuqaro avgustda 20.500.000 so'm olishi kerak deb kutdi. Lekin 20.430.000 so'm tushdi. U bankdan ko'chirma oldi, unda 7.000 so'm ushlanma borligi ko'rindi. Keyin pensiya bo'limidan asosiy summa to'g'ri hisoblanganini bildi. Demak, muammo pensiya oshirilishda emas, ushlanmada bo'lgan. Agar u tekshirmaganda menga kam hisoblashdi deb o'ylab yuraverardi. Boshqa misol. Fuqaro iyulda 9.000 so'm olgan. Avgustda 1.700.000 so'm tushgan. U faqat 9.000 qo'shilibdi deydi. Agar oshirish 10% bo'lsa, bu aynan to'g'ri. 9.000ning 10% 9.000. Demak, bu holatda xavotirga asos yo'q. Shuning uchun har bir odam avval o'z raqamini hisoblab ko'rishi kerak. Yana bir vaziyat. Ayol kishi turmush o'rtog'ining nogironlik pensiyasini olib keladi, lekin turmush o'rtog'i vafot etgandan keyin to'lov masalasi o'zgaradi. Bunday holatda nogironlik pensiyasi, boquvchini yo'qotganlik pensiyasi, dafn puli yoki boshqa ijtimoiy to'lovlar aralashib ketishi mumkin. Har bir to'lovning nomi va asosi alohida. Shuning uchun hujjatlarda aynan qaysi to'lov tayinlanganini bilish juda muhim. Demak, hurmatli yurtdoshlar, avgust oyida nogironlik pensiyasi oshgan bo'lsa, qancha qo'shilganini bilish uchun eng avvalo eski pensiya miqdorini, rasmiy oshirish foizini, ustamalarni, ushlanmalarni va to'lov sanasini alohida ko'rish kerak. Hamma odamga bir xil summa qo'shilmaydi. Kim oldin ko'proq olgan bo'lsa, foiz hisobida unga qo'shiladigan pul ham ko'proq bo'ladi. Kimda minimal miqdor ustama, nafaqa yoki ushlanma bo'lsa, hisob-kitob boshqacharoq ko'rinishi mumkin. Eng to'g'ri yo'l bank ko'chirmasini olish, pensiya bo'limidan hisob-kitobni so'rash, hujjatlarni tekshirish va agar farq bo'lsa, yozma murojaat qilish. Shunda siz taxmin bilan emas, aniq raqam va hujjat bilan gaplashasiz.
Sizda avgust oyida nogironlik pensiyasi qancha oshdi? Qancha qo'shildi? To'lov vaqtida tushdimi yoki farq chiqdimi? Izohlarda yozib qoldiring, boshqalar ham o'z holatini solishtirib ko'radi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham ulashing. Chunki bu ma'lumot ko'p oilalarga kerak bo'ladi.